Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Va bugun biz nima haqida gaplashib chiqamiz? Gibridlanish haqida ozgina bir tushunchaga ega bo'lishga harakat qilamiz. Vaqtimiz ketmasligi uchun birdaniga mavzuga o'taman. Mana masalan beriyli gidrid. Ushbu molekula hosil bo'layotganda beriylining ikki isdagi elektronlari ishtirok etadi. Ana beriylining bir isda ikkita elektroni turibdi va ikki isda ikkita elektroni. Ushbu beriylining ikki isdagi ikkinchi elektroni, mana ikkinchi elektron P pog'onachaga sakrab o'tadi. Ya'ni mana bu yerdagi elektron bu pog'onachaga sakrab o'tadi. Natijada bitta s orbitaldagi va bitta p orbitaldagi elektronlar ishtirok etib vodorod bilan bog'lanadi. Ya'ni agar buni beriylining yadrosi deydigan bo'lsak +4, uni atrofida birinchi pog'onada ikkita elektron aylanib yuradi. Ana ikkita elektron va ikkinchi S'da ham bitta elektron aylanib yuradi. Ana bitta elektron ikkinchi S'da va ikkinchi P'da ham bitta elektron aylanib turibdi mana. Mana o'sha P pog'onachada bitta elektron turibdi. Mana o'sha P'dagi elektron. Mana bu esa S'dagi elektron. Endi ushbu S'dagi elektron vodorodning S elektroni bilan bog' hosil qiladi hamda P'dagi elektron ham vodorod bilan bog' hosil qiladi. Natijada beriyli ikki tomonidan ikkita vodorodni bog'ladi. Bittasida beriylining S orbitali bilan vodorodning S orbitali bog'landi. Ikkinchisida esa beriylining P orbitali bilan vodorodning S orbitali bog'landi. Ana endi tabiati jihatdan ushbu bog'lar har xil bo'lishi kerak. Chunki bittasida P orbitali ishtirok etyapti, bittasida S orbitali ishtirok etyapti beriylidan. Demak, tabiati jihatdan ushbu bog'lar ikki xil bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqa tabiat? Bog'ning uzunligi deyishimiz mumkin. Bu bog'ning uzunligi uzunroq, bunisi qisqaroq bo'lishi kerak. Energiyasi har xil bo'lishi kerak. Lekin olimlarning aniqlashicha, tajribalarning ko'rsatishicha ushbu ikkita bog' bir xil ekan. Ikkita bog'ni har tomonlama bir xil ekan. Olimlar nega bittasida S orbital ishtirok etayotgan bo'lsa, bittasida P orbital ishtirok etayotgan bo'lsa, nimaga ushbu ikkita bog' bir xil degan savolga uzoq yillar davomida javob topishga izlanib yurishdilar. Va 1931-yilda amerikalik olim Pauling tomonidan gibridlanish nazariyasi taklif qilindi. Gibridlanish nazariyasi. Bu nazariya. Ana endi qanday tushunmoq kerak? Bu yerda ushbu ikkita bog' bir xil bo'lib qolishi uchun mana shu ikkita orbital, ya'ni S orbital bilan P orbital bir xil holatga o'tib qolishi kerak. Uni qanday tushunmoq kerak? Mana S orbital. Ana o'sha beriylining S orbitali deylik. Keyin mana P orbital mana. Hozir ikkalasi ikki xil vaziyatda turibdi. Ana endi ikkalasi bir-biri bilan aralashib ketib, ikkovi bir-biri bilan aralashib ketib, bir xil holatga ega bo'lib qoladi. Ya'ni ikkalasi bir-biri bilan aralashib ketib, mana shunday orbitalga aylanib qoladi. Ya'ni bir tomoni kichkinaroq, bir tomoni kattaroq bo'lgan gantelga aylanib qoladi.
elektron buluti, ya'ni orbital. Keyin ular qarang, shakli boshqacha s elektron orbital, shakli boshqacha bo'lgan p elektron orbital. Ular energiyalari ham turli xil bo'ladi. Ular aralashib ketib, chatishib ketib, ya'ni ruschasiga gibridlanib, gibrid orbital, ya'ni chatish orbitallarni hosil qiladi ikkita. Ular s dan bitta, p dan bitta ishtirok etganligi uchun bu sp gibrid orbitallar deb aytiladi. Va ular keyinchalik ular kichkina tomonlari bilan, ya'ni manfiy tomonlari bilan beriyli yadrosining ustiga to'planib qoladi, mana kichkina tomonlari bilan. Semiz tomonlari bilan iloji boricha qochib, ana quyidagi shaklga keladi. Bu beriylining sp gibridlangan ikkita orbitali bir-biridan maksimal bu tomoni bilan birlashib, bu tomoni bilan bir-biridan maksimal qochishib, ana shunday shaklga keldi. Va endi bu tomonga bitta vodorod va bu tomonga bitta vodorod keladi. Shunday holatdagina tushuntirish mumkin. Beriyli bilan vodorodlarning o'rtasidagi bog'ning tabiati bir xil bo'lishini faqat shu gibridlanish nazariyasi orqali tushuntirish mumkin. Demak, endi agar bunday vaziyatni oladigan bo'lsak, s orbital bilan p orbital bir xil shaklga kelib qoldi, bir xil energiyaga ega bo'lib qoldi. Shuning uchun ham ushbu bog'larning energiyasi, uzilish energiyasi, hosil bo'lish energiyasi ham bir xil, absolyutno bir xil, uzunligi ham bir xil. Ana endi bu bog'larning bir xilligini tushuntirish imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni gibridlanish valent orbitallarning yoki elektron orbitallarning o'zaro chatishib ketib bir xil holatga kelib qolishi bu gibridlanish hodisasi deb aytilar ekan. Endi gibridlanish ko'pchilik kovalent va qutbli kovalentli bog'lanishli moddalardan duch kelamiz, sodir bo'ladi. O'sha gibridlanish tushunchasini yaxshiroq o'zlashtirish uchun yoki bo'lmasa berilgan molekula tarkibidagi markaziy atomning gibridlanishini aniqlash uchun, xato qilmasdan aniqlash uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Bolalar ikkita narsaga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Bittasi ushbu moddani struktura formulasini xato qilmasdan yozish. Ikkinchisi, ushbu gibridlanishni aniqlash kerak bo'lgan elementni oksidlanish darajasini bilish. Xo'p, keling mana ushbu tavsiyaga binoan bir nechta moddalarni gibridlanish holatini aniqlashga urinib ko'ramiz. Masalan, mana karbonat angidriddagi uglerodning oksidlanish gibridlanish turini aniqlaymiz. Karbonat angidriddagi uglerodning gibridlanish turini. Xo'p, +4 oksidlanish darajasi +4 demak uglerodning barcha elektronlari toq holatga o'tgan. Bilamiz, uglerodning tinch holatdagi elektron konfiguratsiyasi ana bunday holatda ifodalanadi. Biz esa uglerodni mana shu elektronni olib, mana bu toq holatga o'tkazishimiz kerak. Shunda uglerod 4 ta toq holatga o'tadi. Xo'p, endi bu elektronni o'chirib tashlaymiz. Marhamat, 4 ta toq holat. Ana endi uglerod s dan bitta, p orbitalning bittasidan gibridlansa, sp gibrid orbitlanish. Agar p orbitalning ikkitasini olib gibridlasa, sp 2 gibridlanish. Agar p ni uchalasini olib gibridlansa, sp 3 gibridlanish. Demak, uglerodning oldida hozir imkoniyatlari sp gibridlanish ham bo'lishi mumkin,
sp2 gibridlanish ham bo'lishi mumkin. Takrorlayman, agar sdan bitta, pdan bitta orbitalni olib, ushbu ikkita orbitalni gibridlaydigan bo'lsa, chatishtiradigan bo'lsa, unda sp gibridlanish. Sdan bitta, pdan ikkita orbitalni olib gibridlaydigan bo'lsa, sp2 gibridlanish va sdan bitta, pni uchalasini ham olib gibridlaydigan bo'lsa, sp3 gibridlanish bo'ladi. Hozir bizda ayni misolimizda qaysi biri bo'ladi degan savol tug'iladi. Endi bunday vaziyatda karbonat angidridning struktura formulasini yozishimiz kerak bo'ladi. Karbonat angidridning struktura formulasiga qaraydigan bo'lsak, ikkita pi bog' mavjud. Ikkita pi bog' mavjud. Pi bog'lar esa bizga ma'lum bo'lishicha gibridlanmagan orbitallardan hosil bo'ladi. Gibridlanmagan orbitallardan hosil bo'ladi. Buning uchun uglerod ikkita pi bog'ni hosil qilish uchun ikkita orbitalni gibridlamaslik kerak ekan. Ana ikkita pi bog'ni hosil qilish uchun ikkita orbitalni olib qoladi gibridlamasdan. Natijada sp gibridlanish sodir bo'lar ekan. sp. Ana demak, uglerod karbonat angidridda s orbitalini gibridlaydi bitta elektroni bilan hamda p orbitalini gibridlaydi bitta elektroni bilan. Natijada ular ikkita gibrid orbital hosil qiladi, sp gibrid orbital. Ikkita sp gibrid orbital, bittadan elektroni bor ikkita orbitalda ham. Keyin ular kichkina tomonlari bilan, ya'ni manfiy tomonlari bilan yadroning ustida bir-biri bilan birlashib, ushbu shaklni keltirib chiqaradi. Ana tasavvur qiling, siz mana shu uglerodning sp gibridlangan orbitali, ya'ni ushbu atom uglerod. Ana endi ikkala tomoniga kislorod keladi. Kislorod esa ushbu ikkita kislorod esa sp2 gibridlangan. sp2 gibridlanish oqibatida kislorod ana bunday shaklga keladi. Kislorod. Bu tomonda ham kislorod mavjud. Bu ham kislorod. Endi kislorodda bitta gibridlanmagan orbital bor. Uglerodda ham bitta gibridlanmagan, uglerodda ikkita gibridlanmagan orbital bor. Ana bular gibridlanmagan orbitallar. Ushbu kislorod atomida ham bitta gibridlanmagan orbital bor. Uglerodda esa ikkinchi gibrid orbital bor. Ikkinchi gibrid orbital qiya holatda joylashtirsak, uglerodning gibridlanmagan ikkinchi orbitalni qiya holatda joylashtirsak, unda kislorodning ham gibridlanmagan p orbitalini qiya holatda joylashtiramiz. Mana. Natijada bu gibridlanmagan p orbital bilan bunisi bitta pi bog'ni hosil qiladi. Ana bu uglerodning ikkinchi gibridlanmagan p orbital bilan kislorodning ikkinchi gibridlanmagan p orbitali ushbu tekislikni, ushbu bog'ni hosil qiladi. Mana pi bog'. Mana shu yerda kovalent bog'lanishli birikmalarda yo'naluvchanlik xos degan gapning isbotini topdik. Mana perpendikulyar holatda kislorodning p orbitali bilan uglerodning perpendikulyar holatdagi gibridlanmagan orbitallari bir-biri bilan bog' hosil qiladi. Uglerodning gorizontal gibridlanmagan p orbitali bilan kislorodning ham gorizontal gibridlanmagan p orbitallari bir-birini bog' hosil qiladi. Kovalent bog'lanishli birikmalarda yo'naluvchanlik xos degan iboraning, gapning ma'nosi shunda. Xo'p, demak, karbonat angidriddagi uglerodning gibridlanish turini topdik biz, sp ekan. Mana marhamat. Xo'p, yana bir nechta misol ko'rib chiqamiz. Aytaylik, mana ushbu birikmadagi ksenonning gibridlanish turini topishimiz kerak.
Hop. Ksenonning elektron konfiguratsiyasi ma'lumki juft. Ksenon juftlashgan holatda tugagan, ya'ni inert gaz. Hozir ushbu birikmada ksenon kislorodga 2 elektron bergan, 2 ftorga bittadan 2 elektron bergan, jami ksenon 4 elektron bergan, oksigen darajasi +4. Bu degani u 4 ta tog' holatga o'tgan. 4 ta tog' holatga o'tish uchun ksenon o'zini elektronlarini D ga ham o'tkazadi. Ya'ni hop, ikkitasini ushbu D pog'onachaga o'tkazadi. Mana bu elektronni o'tkazadi. Mana bitta shu elektronni o'tkazadi va ikkinchi bu elektronni ham o'tkazadi. Natijada ksenonning elektron konfiguratsiyasi quyidagi ko'rinishga ega bo'lib qoladi. Mana marhamat, bu yerdagi 2 elektron D ga o'tdi. Ana endi ksenonni oldida ham yuqoridagidek S dan bitta, P dan bitta ishtirok etsa SP gibridlanish, P ning ikkitasi ishtirok etsa SP2, P ning 3 tasi SP3, D dan bitta ishtirok etsa SP3 D1 gibridlanish, D ning ikkitasi ishtirok etsa SP3 D2 gibridlanishlar imkoniyatlari bor. Ammo endi ksenon oksid diftoridning struktura formulasini yozadigan bo'lsak, unda bitta pi bog' mavjud mana. O'sha bitta pi bog'ni hosil qilish uchun ksenon bitta D bog'ni gibridlamay olib qoladi. D orbitalni. Natijada ushbu birikmada SP3 D1 gibridlanish sodir bo'lar ekan. SP3 D1 gibridlanish sodir bo'lar ekan. Ushbu birikmaning markaziy atomi ksenon, gibridlanish turi SP3 D1. Hop, SP3 D1 S orbitaldan bitta, P orbitaldan 3 ta va D orbitaldan bitta. Natijada 5 ta orbital ishtirok etyapti, 5 ta gibrid orbital hosil qiladi. Va 5 ta gibrid orbital bir-biri bilan kichkina tomonlar bilan birlashib, semiz tomonlar bilan qotishib, iloji boricha ana bunday shaklga keladi. Hop, ikkita orbitalda juft elektron bor mana. Ikkita orbitalda juft elektron. O'sha juft elektron tomonlarga bog' hosil qilmaydi. 3 ta orbitalda tog' elektron bor. Mana 3 ta orbitalda tog' elektron bitta, ikkita, 3 tasida. Ana endi buni bir tomoniga ftor kelsa, tog' elektroni bilan va bu tomoniga ham ftor kelib bog' hosil qildi tog' elektroni bilan. Bu tomonga esa kislorodning sp2 gibridlangan orbitali kelib bog' hosil qiladi. Va kislorodning bitta gibridlanmagan p orbitali bor. Ksenonning esa bitta gibridlanmagan d orbitali bor mana. D orbital. Ana ushbu gibridlanmagan p orbital bilan ushbu gibridlanmagan d orbitallar ham bir-birini qoplasa pi bog' hosil bo'ladi. Shu o'rinda ushbu gapni ham gapirib o'tib ketish kerak. Pi bog' hosil bo'layotganda albatta gibridlanmagan p orbitallar bir-birini qoplaganda pi bog' hosil bo'ladi desak, biroz noo'rin bo'ladi. Pi bog' hosil bo'layotganda gibridlanmagan d orbitallar ham ishtirok etishi mumkin mana. Ana gibridlanmagan d hamda p orbitallar ham pi bog'ni keltirib chiqarish mumkin yoki d bilan d ham. Demak, ksenon oksid diftoridda gibridlanish sp3 d1 ekan. Yana aytaylik, sulfat kislota.
D qanday mana sulfat kislota. D oltin gugurt qanday? Birinchi o'rinda oltin gugurtning oksidan darajasi +6. +6 demak oltin gugurt elektron konfiguratsiyasi. Xo'p. Ana bunday holatda tugagan. Lekin oltin gugurt +6 bo'lishi uchun 6 ta toq elektronli holatga o'tish kerak. Uning uchun u o'zining ikkita juftlangan elektronlarni D ga o'tkazadi. Ya'ni ushbu juft elektronni bittasini ana bunga o'tkazadi va buni ham D pog'onachiga o'tkazadi. Natijada oltin gugurt 6 ta toq elektronli holatga aylanib qoladi. Ana endi oltin gugurtni oldida ham imkoniyatlari SP dan 2 ta, SP2, SP3, SP3, D1, SP3, D2 gibridlanishlarini amalga oshirishi mumkin. Endi struktura formulasiga qarab turib, qaysi biri sodir bo'lishini bilib olamiz. Ana oltin gugurtda 2 ta pi bog' mavjud ekan. 2 ta pi bog' bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu 2 ta D orbitalni gibridlamasdan olib qoladi. Demak SP3 gibridlanish bo'lar ekan. SP3. Sulfat kislotada markaziy atom oltin gugurt bo'ladigan bo'lsa, gibridlanish turi SP3. Xo'p. Va keyingi misollarimizdan bittasi mana kaliy 4, temir ftor 6. Ushbu birikmani temirni gibridlanishi qanaqa? Oksidlar darajasi +2. Sababi bu yerda 6 ta ftor bo'lgan bilan uni 4 tasi kaliyga tegishli. Demak temir ftorni 2 tasi bilan bog'lanyapti +2. Oksidlar darajasi +2 degani demak temir o'zining tashqi pog'onasidagi 2 ta elektroni bilan ishtirok etdi degan ma'no. Mana temirning 3D da 6 ta elektroni turibdi. Temir +2 holatga o'tish uchun u S4S2 dagi elektronlarni toq holatga o'tkazish kerak. Ya'ni bu yerdagi juft elektron bu yoqqa o'tadi. Natijada hop temir ushbu 2 ta elektron uchun ftorni atomi bilan bog' hosil qiladi. Ftorning atomi toq elektronli atom. Ana temirning 2 ta toq elektron bilan ftorning 2 ta toq elektroni o'zaro bog' hosil qiladi. Natijada bizda temir ftor 2 tuzi hosil bo'ldi. Endi o'sha temir 2 ftor tuzi qanday qilib yana 4 ta ftorni qo'shib oldi degan. Unda temir o'zining hop ana bu yerdagi D orbitallardan ham foydalanadi. Hop, 2 ta p orbitali, faqat 2 ta p orbitaliga ftor. Ftorning anioni keladi, ya'ni juft elektronlisi keladi. Ftor toq elektronli edi, qanday qilib juft elektronli bo'ldi? Kaliydan olgan. Siz kaliy ftoridning 4 tasini birlashtiryapmiz temir ftor 2 ga. Yani bitta ftor juft elektronli bo'lib keldi, u toq elektronli edi. Qayerdan juft elektron? Bitta elektronni kaliydan oldi, kaliydan. Unda bo'sh temirning orbitaliga ftorning bitta juft elektroni tushib donor akseptor bog'ini hosil qiladi. Ikkinchi p
P orbitaliga ham xuddi shunday ftorning anioni keladi, juft elektronlisi. Va bunisiga ham ftorning anioni keladi, juft elektronlisi. Va bunga ham ftorning anioni keladi, juft elektronlisi. Natijada ushbu ikkita bo'sh p orbital, ikkita bo'sh d orbitallarga ftor o'zining juft elektronlarini tushirib, donor akseptor bog' hosil qiladi. Ana marhamat, ushbu birikmada 4 ta donor akseptor bog'lanish bor ekan. Mana bu ftorning manfiylari juft elektronni temirga orbitaliga tushirib, ftor anionlari donorlik vazifasini, temir esa akseptorlik vazifasini bajaryapti. Bu minusning tepasiga kaliyning plusi kelib, ion bog'lanish tarzida birikadi. Mana natijada kaliy 4, temir bitta va ftor 6 ta bo'ldi. Ushbu birikma hosil bo'ldi. Bunda gibridlanish qanday bo'ldi? Bunda gibridlanish sp3d2 gibridlanish sodir bo'ldi. Ana ushbu birikmada markaziy atom temirning gibridlanishi sp3d2. Ana sdan bitta orbital ishtirok etgan, pdan uchalasi ham ishtirok etgan. Bundan xo'p, buni qanday tasvirlaymiz? Sdan bitta orbital, pdan 3 ta orbital va ddan 2 ta orbital ishtirok etgan. Va ular 6 ta bir xil sp3d2 gibrid orbitallarni hosil qilgan, 6 ta. Ularning e'tibor qarasangiz, ikkitaginasida elektron mavjud, ikkitaginasida. Qolganlari bo'sh. Natijada ular 6 tasi bir-biri bilan birikib, ushbu shaklni yuzaga keltirib chiqaradi. Bu orbitallarda elektron yo'q. Mana bo'sh orbital va tepasiga toq elektronli hamda pastga toq elektronli. Ushbu toq elektronlarga ftor keladi, atomi kovalent bog' hosil qiladi. Qolgan bo'sh orbitallarga esa ftorning anioni keladi. Ftorning anioni, ya'ni ftorning o'zini juft elektroni bilan keladi. Ana 4 ta ftor anioni. Bular donor akseptor bog' hosil qiladi. Natijada ushbu hosil bo'lgan bog'larni tutashtirib yozsak, temir ftor 6 hosil bo'ldi. Ammo 4 ta ftorning anioni manfiy bo'lganligi uchun 4 minus ionni hosil qiladi. O'sha 4 minus ionga kaliyning 4 tasi kelib, ana ion bog'lanishi ham sodir bo'ladi. Endi biz bog' hosil bo'lgan burchaklarni to'g'ri chiziqlar bilan tutashtirib chiqadigan bo'lsak, xayolan, unda bizda molekulaning shakli ham kelib chiqadi. Mana tetragonal piramida, xuddi shunday pastda ham tetragonal piramida, natijada oktaedr hosil bo'lar ekan. Molekulaning shakli oktaedr. Va eng oxirgi misollarimizdan bittasi qoldi. Bu yerda ba'zi bir ko'pchilik abituriyentlar adashadi. Ushbu birikma temir sian 6. Ushbu birikmada markaziy atom temir qanday gibridlangan desa, ko'pchilik xuddi yuqoridagi misolimizdagi kabi sp3d2 gibridlanish mavjud. Lekin bu yerda birozgina xatolik ketadi. Markaziy atom temir +2 oksigen darajasida turibdi. Demak, +2 bo'ladigan bo'lsa, tashqaridagi 4sdagi 2 ta elektroni ketgan. Xo'p, hozir
Mana temirning 4 S2 elektroni ikkita turibdi. Va mana bu yerda temirning 6 ta elektron turibdi. Bu +2. Demak, +2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu temir o'zini S'dagi juft elektronlarini mana ushbu juft elektronni bittasini bu yoqqa o'tkazgan. Natijada mana bu yerda toq elektron qoladi. Ikkita toq elektron. Xo'p, bu birikma qanday hosil bo'lyapti? Bu birikma kaliy siyanning 4 tasi temir 2 siyanga kelib birikishidan hosil bo'lyapti ushbu birikma. Xo'p, xuddi shunday mana bu yerda siyan toq elektroni bilan keladi. Ana bunga ham siyan toq elektroni bilan keladi. Mana siyanning 0 zaryadlisi toq elektroni bilan kelib juft hosil qiladi mana. Unda temir ikkita siyan bilan birikib ushbu birikma hosil bo'lgan. Ana endi temir atrofiga yana 6 ta siyanni, yana 4 ta siyanni qo'shib olyapti. 4 ta siyanni qo'shib olish uchun xuddi yuqorida ftor misolimiz kabi temir mana bu d orbitallarni ham foydalanishi mumkin edi. 4 ta bo'sh orbital hosil qilib ushbu yerga 4 ta siyanni. Lekin ligandlarning farqi bor ekan. Ftor ligandi bilan siyanid ligandlarning farqi bor ekan. Siyanid ligandlari ftor ligandlariga nisbatan ancha-muncha kuchli qutblantiruvchi xususiyatga ega. Ya'ni ular mana bu toq elektronlarga ta'sir qilib mana bu toq elektronlarni juftlashtirib qo'yar ekan. Ushbu siyanid ligandlari shunday kuchga ega ekan. Unda xo'p, temirning mana ichkaridagi D pog'onachasidagi ikkita elektron bu yoqqa juftlashib o'tadi. Natijada endi yana 4 ta siyan kelayotganda ushbu ikkita D orbitalni ishtirok etkazar ekan siyan va ushbu ikkita D orbitalni, ikkita P orbitalni ishtirok etkazar ekan. Mana marhamat, tashqaridagi D ni emas, ichkaridagi D ni 3 D ning ikkita orbitalni temir foydalanyapti, bo'sh orbital hosil qilib. Natijada ushbu birikmada markaziy atom temirning gibridlanish turi sp3d2 emas, d2 s hamda p3 gibridlanish sodir bo'lar ekan mana. Ana bu yerlarda donor akseptor bog' hosil bo'lyapti. Natijada D2 S'dan bitta hamda P'dan 3 ta. Xo'p, qaysi ligandlar bunaqa kuchga ega? Qaysi ligandlar toq elektronlarni juftlashtirib qo'yib, ichki orbitaldan joy olish imkoniyatiga ega degan savolga ligandlarning spektrokimyoviy qatori mavjud. O'sha ligandlarning spektrokimyoviy qatorida siyanid, xo'p, ammiak, OH kabi ligandlar eng kuchli qutblantiruvchi kuchga ega ligandlar qatorida turadi. Shuning uchun ham bular ichki pog'onadan olganligi uchun sp3d2d tashqaridagi d2 emas, ichkaridagi d2 ishtirok etgan bo'ladi. Xo'p, demak xulosa qilib bolalar shuni aytamizki, demak gibridlanish, markaziy atomning gibridlanishini topmoqchi bo'lsangiz, siz albatta birinchi o'rinda uni oksidlanish darajasi, ya'ni elektronlari qay vaziyatda turganligiga e'tibor qaratishingiz kerak hamda struktura formulasiga e'tibor qaratishingiz kerak. Rahmat e'tibor uchun.